Assalomu alaykum hammaga. Men bu uyni ko'ringlar, tasavvur qilasizlarmi? Shunaqa uyda yashasanglar, yangi yevro uy Dombrovotda 3.6 sotu, 6 ta xonali, mamtletniy kuxnalari ham bor. 2 etaj podvor bilan 3 etajli uy. Uy ichiga kiramiz, uy ichida kirishimiz bilan katta hol bizani kutib oladi. Katta divanli zona hisob bo'ladi. Qo'limizda kattagina oshxona bor. Oshxonaning dizaynlarini qaranglar. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r qilingan. Neoklassikda qurilgan uyimiz. Bu bizning zalimiz. Zalimizda kattagina. Zalimizda lyustralar qo'yilgan. O'sha tayyor mebel olib kirib yashasa bo'ldi. Zaldan chiqishimiz bilan ro'paramizda sanuzil keladi. Bu общий sanuzil mehmonlar uchun. Yotoqxonamiz ham o'zgacha chiroy tarqatib turadi. O'zining sanuzillari bilan bu взрослый spalniya deyiladi. Birinchi etajimizning o'zida hol, zal, yotoqxona, ikkita sanuzil kuxnyasi bilan birga. Keringlar do'stlar, ikkinchi etajni ko'ramiz. O'ng qo'limizdagi birinchi yotoqxonaga kiramiz. Yotoqxonamiz juda ham keng. O'zining sanuzili bilan birga. Xonadan chiqishimiz bilan общий sanuzilni ko'rsak bo'ladi. Общий sanuzilimiz didli, chiroyli dizayn bilan qilingan. Bu xonamizni o'g'linglarga berami deylar, qizinglarga berami deylar, kommentariyada yozib ketinglar. Uchinchi xonamizni ham o'ylab ko'ringlar, kimga beradinglar. To'rtinchi xonamiz esa o'zgacha. Uning ichida nafaqat sanuzili bor, uning o'zining garderoblari ham bor. Unga shkaf ham sotib olib o'tirish shart emas. Endi sizlarga podvolni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Podvolni ko'rib mazza qilasiz. Podvolga tushishimiz bilan bizani katta hol kutib oladi. Uni trenajyorniy zal, PlayStation xona, bilyardmi, tennismi, nima qilsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning didinglarga havola. Bu uyga yuragi. Bu yoqda atapleniya, issiq suv, hamma kommunikatsiyalar shu joyda bo'ladi. Uyning kotyoliga, santexnikasiga quruvchilar sizlarga garantiya beradi. Podvolimizda yana bitta xonani ko'rsataman. Bu xonani men namozxona qilgan bo'lardim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bitta like, podpiska qilib qo'yishingizni chiqmas. Dombrovot mahallada yangi yevro uy, 3.6 sotu, 6 ta xona, 5 ta sanuzilli joy. Narxiga keladigan bo'lsak, hammasi opisaniyada bor.